Agar tishingizni bir qismini sindirib qo'ysangiz, stomatolog singan joyni tekis qilib charxlaydi. So'ngra tishingizni rangiga mos keladigan plomba materiallar bilan asl ko'rinishiga mos shaklga keltiradi. Shakl deyarli mukammal bo'lgach, maxsus yorug'lik plombani qattiqlashtiradi. Uni tishlar kabi mustahkam qiladi. Nihoyat stomatolog tishlarni boshqa tishlar bilan uyg'unlashtirib, sayqallay boshlaydi. Bu videoni tishlari singan do'stingizga yuborib qo'ying.